9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Xalqaro ishlar, mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasi tomonidan tadbir tashkil etildi. Unda mudofaa, ichki ishlar, favqulodda vaziyatlar vazirliklari hamda Milliy gvardiyaning faxriy harbiylari ishtirok etdilar. Tadbirda mamlakatimizda harbiy xizmat nufuzini oshirish, faxriylarga ko'rsatilayotgan e'tibor, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash borasida olib borilayotgan ishlar muhokama qilindi. Shuningdek, faxriylar o'z tajribalari bilan qonun ijodkorligida ishtirok etishi, ularning fikrlari islohotlarda inobatga olinayotgani ta'kidlandi. Ko'p yillar mehnatini qilib, bugungi kunda faxriylar safiga kirgan mana shu keksalarimiz bilan uchrashuvda ularda bevosita mana shunday maslahatlari, mana shu qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha fikrlarini olish, yoshlarimizga ularda qimmatli bo'lgan maslahatlarini berishlari bizga juda ham zarur edi. Biz mana shu tadbirda ulardan qonunchilikni takomillashtirish bo'yicha juda ham bir ma'noli takliflarni aytishdi. Albatta, biz kelgusi mana shu qonunchilikni takomillashtirishda ularni fikrlarini albatta inobatga olinishini o'zimizga reja qilib qo'ydik. Tadbir doirasida faxriylar Qonunchilik palatasining faoliyati, muzey, majlislar zali va axborot resurs markazi bilan yaqindan tanishdilar. Toshkent